أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. navbatdagi raddiyatlar. Innalloha farraqa baynal imani wal amal fi ghayri mawdi'in min al-Qur'anil Karim deb keltirdi. Hanafiy ulamolari agar iymonda asliga kirgan bo'lganda Alloh taolo allazina amanu yoki amanu va amilus solihat. Amanu va amilus solihatni atf bilan keltirdi. Bitta keltirish kerak dedilar bu kishilar. Biz buni yuqorida ham ancha vaqtda gapirib yuritgandik. Ya'ni Alloh taolo iymon keltirgan va solih amal qilgan kishilar deb bayon qilyapti. Demak, iymon keltirish boshqa narsa, solih amal qilish boshqa narsa ekan. Shunda bu kishi javob beryapti bu gapga. At-tashabbusu bil mughayirati fi jalil imani tasdiqan va jalil amali xorijidan anhu batil deyaptilar. Bu o'zgaruv mughayira bor dedi-ku, atf bilan ma'tufun alayhi o'rtasida aynan bir narsani o'zi kelmaydi. Boshqa keladi. Doim boshqa zikr qilinadi. Garchi ozroqgina bo'lsa ham mughayira bor. Demak, ozroqgina bo'lsa ham mughayira bo'lgandan keyin unda qandaydir o'zgarish bo'ladimi? Iymonni tasdiq va qilishligi va amalni iymondan chiqarib tashlashlik ga mahkam ushlab olishida Hanafiylar deyapti u kishi. Botillik bordir deyaptilar. Gapi botillar deyapti. Gapni qarang, botil ekan. Lenal atf fihi nazar desa ham boshqa gapdir, to'g'rimi? Bu gapda ozroq nazar bormi, tekshirib ko'raylik desa ham yaxshi edi. Gapi botil. Mana shunaqangi qattiq gaplar gapirgandan bechora ba'zi musulmonlar qo'rqib ergashib qo'yapti ularga. Botil ekanda bular bu tomonlar deb. Insof qilmaganligidan. Lenal atfa bayna shay'ayni yaqtadi mughayiratan ma'dillar. Ikkita narsaning o'rtasidagi atf qandaydir o'zgarish bor, shuni talab qiladi. Bilar ekansiz-ku. Aynan o'zmas ekan. Amanu va aminu solihat desa, iymon aynan amali solihni o'zmas ekan. Mughayira bor ekan, o'zim tan olyapman. La kullul mughayirat, har qanday mughayirat emas demoqchi. Bizlar bir kulliyat aytmadik-ku. Asl iymon rukni bo'lsa, qalbda tasdiq bo'lsa, uni far'i amal dedik. Uni shoxalari amal dedik. Lekin ozroq shoxalari kesib ketish bilan iymonni asliga putur etmaydi, yana o'sib chiqaveradi, yana amal qilaveradi, u kelajakda tavba qiladi. Bu kishi aytadilarki, fayakfi fil atfi bayna shay'aini naw'un min al-mughayira kal mughayirati bayna al-kulli wal juz'i. Ikkita narsani o'rtasidagi atf qilishlikda mughayiradan bir nav bor. Mughayira ya'ni birinchisi ikkinchisiga o'xshamasligidan. Masalan, kulli narsa bilan juz'iy narsani o'rtasidagi farq bo'lgan kabi. Kulli narsa keladi va unga juz'iy narsalar atf qilinadi demoqchi. Val xos va val om, xusus va umum jihatdan bor. Val mutlaq va muqayyad bor. Fayajuzu atful amali ala al-iman. Amalda iymonga atf joiz deyaptilar. Aylantirib olib atf joiz deyapti. Mayli, joiz bo'lganidan o'zingiz tan olyapsiz, fi mughayirun deb. Qandaydir bir-biriga o'zgarish bor, bir-biriga kirmaslik jihati bor deyapsiz. Bunga nima deysiz? Lanal iman kullun wal amalu juz'un minhu. Chunki iymon kullidir va amal juz'idir. Ana o'ziga kelyapti sekin-sekin. Asli narsa, kulli narsa iymon, undagi amallar bir juz, ya'ni farlar. Juzni uzib qo'ysangiz, iymon turadi unda. Yo to'lqinlanib ketadi, gaplar qiziqib ketadi, biz tomonning gaplarini gapiradi. Yo jumhurdan ham chiqib ketib qoladi, boshqa tomonga o'tib ketib qoladi. Xavorij tomonga o'tib ketib qoladi, ustoz doktor. Fatatahaqqaqul mughayira, qarama-qarshi ro'yobga chiqib deyaptilar. Mughayira bor ekan deyaptilar. Hozirgina mughayira yo'q deb isbot qilmoqchi bo'lganda mughayira bor deyapti endi. Fa kayfa yastadilluna bil atfi ala ikhroj al amali min al iman. Qanday ular bu oyat bilan dalil keltiryaptiki, iymondan amalni chiqarib yuborishga atf bilan qanday dalil keltiryapti? Biz bilkulliyat chiqarganmiz, bu kishi o'zi sal o'qib tushunib olish kerak. Hanafiy ulamolarining gaplarini tushunib olish kerak. Amal degani umuman yo'q narsa degan emas. Biz avvalda aytib o'tdik. Mutarodif keladi gohida Fathul Mulhimda, Sahih Muslimning sharhidan.
Go mutarodif keladi, go muxtalif keladi, go mutadaxilib keladi, tadaxilib kiradi. Iymon deganda islomda, islom deganda iymon tushunib ketaveradi. Ibn Rajab rahmatullohi alayhining gaplarini keltirdik. Misol bunga hadislarni keltirdik. Qaysi iymon afzal deganda Payg'ambar sallam amalni qo'shib ketaverganlar. Qaysi amal afzal deganda iymonni qo'shib ketaverganlar. Bir-biriga tadaxul, kirishlik bo'lib ketaveradi. والعطف لا يقتضي ذلك فيكون تشبههم بالعطف في غير محله ولا يتم لهم المقصود. Bu kishi aytadilarki, atf esa bu narsani taqozo qilmaydi. Ularni atfni o'z o'rnida boshqasida atf bilan mahkam yopishib yuborishligi va ular wala yatimu lahum al-maqsud, ularga fayakun tashabbuhum bil atfi fi g'ayri mahallihi. Demak, atf bilan ularni mahkam ushlab olishligi o'z o'rnida boshqasida bo'lyapti. Va ularga maqsadi hosil bo'lmaydi. Hanafiylar maqsadi hosil bo'lmaydi demoqchi bu kishi. وبمثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ الإسلام وغيرهما وحاصل ما قالوه. Men aytgan narsaga o'xshash ahli sunna imomlari ijobat qildi. Abu Ya'lo, Shayx al-Islom va undan boshqa kishilar deyapti. Nima deb ijobat qildi ekan? Aytgan ekanki, annalloha atafa al-amal as-solihata wal atfu yaqtadi al-mughayyarata fa yuqalu lahum hadha ghayru sahih deymiz. Alloh taolo solih amalni atf qildi va atf esa mug'oyarani talab qiladi degan gapiga biz bu sahih emas deymiz. Iymonni zikr qildi Alloh taolo va solih amalni unga atfa qildimi? Iymon boshqa narsa, solih amal boshqa narsa. Atf bo'lyapti desa, yo'q, bu sahih emas deymiz deyaptilar. Chunki Alloh taolo iymonga u solih amalni atfa qildi, u xosni umumga atfa qilish borasida tomonidan. Xosga umumda atfa qildi. Iymon xos bo'lsa, solih amal umum deyapti. Gapingiz xato deydi, Hanafiylar gapini gapirib o'tiradi. Nimani tushunasiz? Iymon xos, amallar umum. Hanafiylar nima deyapti? Iymon eng oxirgi nuqtasi 6 ta tasdiq deyapti. 6 ta rukun, iymon rukun. Undan qolganlarni umum deyapti bular ham. Siz qayerga qarayapsiz? Allohning so'ziga deyapti, mana man kana aduwwan lillahi va malaikatihi va rusulihi va Mikala va Jibril kalimasini keltirdi. Kim Allohga va farishtalarga va payg'ambarlarga, Jabroil va Mikoillarga dushman bo'lsa, ya'ni bu oyat oxirida Alloh taolo ularga dushmandir dedi. Kofirlarga dushmandir deb xitob keldi. Ma'lumki deyapti bu kishi Jabroil bilan Mikoil alayhisalom farishtalar jinsidandir. Qarang. Odamni qanday kallasini aylantirib tashlayotganligi. Qur'oni Karimda Alloh taolo farishtalarni zikr qildi. Jibril, Mikoil deb zikr qildi, Mikoil alayhisalomni. Bu kishi aytmoqchiki, Mikoil bilan Jabroil ikkovi bitta farishta jinsidandir. Qani mug'oyira demoqchi. Walakin al-atfu yaqtadi al-mug'oyira. Agar atf mug'oyirani qarama-qarshilikni talab qilgan bo'lganda o'zgarish edi. Aytadiki, Jabroil va Mikoil boshqa jinsdan duvorish kerak deyapti. Jabroil boshqa jins, Mikoil boshqa jins demoqchi. Va hada lam yaqul bihi ahadun min as-salaf. Bu gapda bir salaflardan birontasi aytgan deyapti. Ila g'ayr zalika min al-amsalati allati bundan boshqa hali misollarimiz ham bor demoqchi. Tanoqada zalika bu gaplaring bir-biriga tanoquzib qoladi agar iymonni atf etgan bo'lsalar, amal solihda iymonga atf etgan bo'lsalar, biz qarama-qarshi zohir qoladi. Boshqa misollarimiz ham bor demoqchi. Mana shu misollarni hafizu ala salavati va salatul wusta. Namozlarni saqlanglar dedi Alloh taolo va wusta namozini saqlanglar dedi. Biz aytamizki, Jibril alayhisalomni Mikoil alayhisalomga yoki Mikoil alayhisalomni Jibril alayhisalomga atfa qildi. Mug'oyira farishta emas, farishta jinsi, mug'oyira yo'q deyapti. Qara, o'zgarish yo'q deyapti. Aytamiz, taqsir Mikoil Jabroil alayhisalomda aynan o'zimi? Yo'q deydi. Mug'oyira yo'qmikan deymiz. Jibril alayhisalom alohida boshqa narsa, farishta. Mikoil alayhisalom alohida boshqa farishta. Jabroil alayhisalomning xizmati boshqa, Mikoil alayhisalomning xizmati boshqa. Jabroil alayhisalom bilgan shariatni Mikoil alayhisalom bilmaydi. Mikoil alayhisalom tarqatayotgan rizqlarni joy-joy qo'yishni Jabroil alayhisalom bilmaydi. Borinki ikkalasi ham bir-birining yo'lini bilmaydi. Agar bir-birining yo'lini bir-biriga taklif qilib qo'ysa nima bo'ladi? Bir odam hech narsani bilmaydi-da, bir mutaxassisda bir ish bo'yicha o'sha ishni qilaman deb kirishdi. Qila oladimi shu ishni? Mug'oyira bormikan?
Qanday mug'oyara yo'l aytasiz? Bu qanday aqlli, qaysi aqlga to'g'ri keladi? Siz o tepaga qaramang, jinsga qaramang, navga qarang. Jinsga qarasangiz hammasi farishtalar jinsidan. Navoiyga qarasangiz-chi, bu Jibril alayhisalom navi, bu Mikoil alayhisalom navi. Fahmingiz yetmayapti shunga deysiz. Yoki shu gapni gapirayotganlar fahmi yetmayaptimi deysiz. Ikkinchi keltirgan dalili. Juda ham ko'p dalil deyapti, ikkinchi bir dalil keltiryapti. Keltiring, 1000 ta o'sam keltiringchi biz ko'raylik. Ikkinchi dalilni aytayaptiki, Hafizu ala salavati va salatul wusta. Namozlarni saqlanglar dedi Alloh taolo va wusta namozini saqlanglar. Wusta namoz aynan o'sha namozlarning o'zimi deyapti. Siz jins bilan navda ajratalasizmi deymiz? Wusta namozini aksar qavlda misol asr namozi deyiladi. Asr namozi boshqa namozlardan bir xilmi? Ha, bir xil desa nimaga bomdod 2 rakatda asr namozi 4 rakat deymiz? Bir xil bo'lsa, nima shom 3 rakat deymiz? Bir xilmi? Asr namozini kim beuzr tark qilsa deganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Xotin bola chaqa mollardan yolg'iz ajralib qolgan musibatlarni ajralib qolgan kishiga o'xshaydi. Xotin bola chaqa hamma mol davlatlari o'lib ketib bir o'zi yakkama bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Hayotda qanchalik mashaqqat tortadi. Bir marta beuzr asrda o'qiganda musibat shunday deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bamdodning xuftonda qancha fazli bor. Munofiqlar bilganda emaylab bo'lsa ham kelardi deganlar. La atawhuma walau habban deganlar. Emaylab bo'lsa ham kelardi deganlar. Kim Bamdod jamoat bilan xuftonda jamoat bilan qoyim qilsa, go'yo kechasini qoyim qildi bo'ladi deganlar. Shomda o'zi yasha qancha fazilatlari bor. Asrda peshinda qancha fazilatlari bor. U bittamikan ular? Aynan o'zimi? To'g'ri, jins e'tiborimda aynan o'zi. Lekin jins ya'ni kattaroq, umumroq olganda jins, lekin ichiga kirib olganimizda nav. Bir kishi peshinda tarqisa, asrni tarqaganchalik musibati bormi? Hammasini ajrab ketdi deyapti Payg'ambar asrni tarqisa. Asrda tarqisa qanchalik azob yeydigan bo'lsa, shomni tarqisa nima bo'ladi? Boshqa gunohlari. Siz qazo qilib qo'ydingiz asrda. Peshinda qazosini o'qidim deb niyat qilib o'tsangiz, asrda o'tib ketadimi shunda? O'tmaydi. Bamdodni qazo qilib qo'ysangizda, Bamdodni qazosi o'rniga men asrda qazosini o'qidim siz. Bamdodsiz o'tadimi? Qiyomat kunida Bamdod uchun javob berilasiz. So'ralasiz Bamdod uchun qiyomatda. Bularning hammasining o'z yarasha farqi bormikan? Yo bittamikan? Hammasini bitta qozonga tashlab, tepadan qarab, hammasi bittada desangiz to'g'ri keladimi? Hech qanday mug'oyara yo'q deysiz, gapingiz sahihmi? Kim ishonadi bu gapingizga? Bu bilan ba'zi sizga muhabbati bor odamlarning kallasini oldirasiz. Yoki bir ba'zi fahmi yetmayotgan odamlarning kallasini oldirasiz. Ma'lumdanki deyaptilar bu kishi. Wusta namozi boshqa namozlarning jinsidandir deyaptilar. Namoz jins e'tiborimi bitta to'g'ri, lekin navchi falokanal atfu yaqtadil mug'oyarata atf esa mug'oyarani atf bilan matuf alayni o'rtasidagi mug'oyarani talab qiladigan bo'lsa, wusta namozi qolgan namozlardan boshqa bo'lib qolishi kerak demoqchi. Qaydan olyapsiz bu gapni deymiz? Bu esa ma'ruf va ma'lum bo'lgan xilofdir deyaptilar. Aytayapki, faylosuflar bular otda yo'l qoladi. Keltirgan dalillar. Ibn Abil Iz al-Hanafi, Ibn Abil Iz rahmatullohi alayhi, al-Hanafi deb o'zlariga nom qo'ygan. Aqida Tahoviyaga sharh yozgan kishi. Mug'oyirlar bir qancha martabalarga bo'linadi deyapti. U kishi shunaqa mutashaddid bo'lganki, nargi tomonda ham, nargi tomonda bo'lgan bu kishi. Sal qolipda chiqib ketganroq bo'lgan. Tashaddudlikda. Aytadilarki, a'laha an yakuna mutabayyinayni laysa ahaduhuma huwal akhar. Eng tepasi deyaptilar, eng oliysi Ibn Abil Iz. Aytayaptiki, bir-biriga farqli bo'ladi. Biri ikkinchisiga to'g'ri kelmaydi. On juziga ham to'g'ri kelmaydi, o'rtasida mulozimligi ham, ya'ni bog'liqligi ham bo'lmaydi.
Masalan Allohning so'ziki alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'ala zulumati wan nur. Allohga hamd bo'lsin, osmonlar va yerni yaratgan. Osmon boshqa narsa, yer boshqa narsa. Mutlaq mug'oyara bor. Zulmat boshqa narsa, nur boshqa narsa, mutlaq o'ziga bir-biriga teskari. O'rtada mulozimlik, ya'ni bir-birini lozim tutayotgan ba'zi bir aloqalar yo'q. Aytayaptiki, bu kishi ba'zi narsalar mutlaq bir-biriga teskari bo'ladi, plus minus bo'ladi, atfalar. Bilasizlar, plus minusni bir-biriga qo'shib bo'lmaydi. Magnitni plus minusni bir-biriga qarab oqsangizlar bir-biriga yopishtirilmaysiz. Ba'zilar desa deyaptilar, mug'oyara qildi, bir-biriga lozim tutayotgan mug'oyara bo'ladi. Va anzalat Tavrot va Injil. Tavrot va Injilni Alloh nozil qildi. Injil mutlaq boshqa narsa, Tavrot mutlaq boshqa narsa deyaptilar. Lekin jinsiga qaraganda hammasi kitob jinsi-ku. Xuddi farishtalarda ichida Jibril bilan Mikoilni ikkalasini bitta jinsdan qiluvdingiz-ku. Nima uchun endi Tavrotni, Injilni bir-birini mutlaq mug'oyara deyapsiz? Tushunyapsizlarmi? Gapni bu kishi keltirayotgan dalili bilmadim u qanaqa bu kishi. Doktor hazratlari. Qoraka deyish kerak bu kishiga. Qoraka desa ham Qur'on yodlash uchun ancha mehnat qilish kerak odam. Hoji aka desa to'g'ri keladi. Chunki hoji u Saudiya diyorlarida hoji aka desak yaxshi gumon qilsang bo'ladi. Qoraka deyish uchun ozroq bir ilmli odamni aytish kerak edi. O'zi keltirgan dalilni shuni yonida bizga teskari dalilni keltirib o'tiribdi, o'zi tushunmaydi. Jibril alayhisalomdan Mikoil alayhisalomning farishta jinsidan bu hech qanday o'zi-ku hammasi aynan o'zi-ku deyatdi. Tavrotni, Injilni o'zi bilmasdan bizga keltirib turibdi dalil. Tavrot va Injil kitob e'tiboridan biz amantu billahi va malaikatihi va kutubihi deyamizmi? Va malaikatihini ajratdi bu kishi. Jibril alayhisalomdan Mikoil alayhisalomdan va kutubihini bilmay o'tiribdi. Keltirgan dalilni qarang. Mutlaq mug'oyara bor degan dalilni keltirib o'tiribdi. Bir-biriga umuman talozum tutmaydi degan dalilni keltirib o'tiribdi. Hada hol g'olib dedilar. Bu narsa eng g'olibda ishlatayotgan narsa shu dedilar. Gapini qarang. Al-g'olib lil g'olib hukmul kull deyiladi. Qoida, mashhur qoida bor. G'olib uchun kull hukmi bor deyiladi. Ayniqsa bu usul mahkam ushlagan usul Abu Yusuf rahmatullohi alayhining usullari bu. Fiqh masalalarida keltiradi, g'olib kull hukmini oladi. Demak, Ibn Abil Iz rahmatullohi alayhining aytishlari va bu kishi doktor hazratlarining aytishlari nima bo'lyapti? Aksar holda mug'oyara umuman tamoman mug'oyara bo'ladi demoqchi. Aksar holda o'zingizdan tan olyapsiz. Nimaga iymonni amalini bitta deysizda, atfda, atf 100% o'ziga o'zi deysiz. Iymon amanu va amilus solihatda, manus amal solihatlar iymon aynan 100% o'zi deysiz. Hozir keltirgan dalillaringizni qarang. Aksar holat unday emas deyapsiz. G'oliba. Kamdan kam talozum bo'ladi deyapsiz. Dalil keldi, kamdan kam tanozul do'ng. Va yalihi undan keyin kelyapti deyaptilar, yana o'zlarining gaplarini davom ettiryaptilar, kulguli gaplarini. Ayakuna baynahuma talazumun. O'rtasida yana atf bilan matfun alayhining o'rtasida talozum bo'ladi. Alloh so'ziga sallallohu va la talbisul haqqo bil batili va taktumul haqqo va antum ta'lamun. Haqni nohaqqa kiygizib qo'ymanglar. Vaholanki haqni bilgan holat va haqni bekitgan holatlaringda vaholanki sizlar bilib turib. Haq bilan botilni kiygizmanglar deb buyurdi. Talozum bor deyaptimi bu kishi? Qayerda keltiryapti talozum? Kim biladi? Atib kelmayapti. Va taktumul haq, haqni bekityapsizlar deyapti. Men tushunmadim. O'rtasida talozum borligini tushunmadim. Mayli, men aqlim yetmadi. Haqni botilga kiygizmanglar. Va haqni bekitmanglar. Va taktumul haq, haqni bekitmagan holatda deyapti. Va antum ta'lamun vaholanki bilmagan holat. Bu bilgan holat. Bu tafsirda xalq keltirgan. Aksar tafsirlarda har xil i'roblar har xil keladi. Hol degani mashhurroq. Holni qanday atfaqlayapti bu kishi? Keyin ikkita narsa bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsalar kelish kerak edi. Haqni nohaqqa kirgizmanglar. Kiygiztirmanglar. Bu kishini bu keltirgan dalilga men tushunmadim, buyurdi.
Va atiulloh va atiur rasul. Mana buni olaylik, ha. Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar. Mana ochiq lafzda kelyapti. Ochiq lafzdan bizga zikr qilsin, to'g'rimi? Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar, bu yerda tarozim bor demoqchi. Qanday? Ya'ni Alloh bilan rasuliga itoat qilishlik, ikkalasiga birdan itoat qilishlik lozimligi bor deyapti. Ba'zi bir narsalar tarozimli bor, lekin Payg'ambar alayhisalomga dunyo ishlarida emas, uxroviy ishlarda itoat qilishga buyurilgan. Dunyo ishlarida antum a'lamu minni bi umuri dunya deganlar. Sizlar dunyo ishlarida mendan ko'ra yaxshiroq biluvchisizlar deganlar. Mutlaq emas itoat. Diniy sohasida deganlar. Bir kishi xurmo ekib turganda Payg'ambar alayhisalom oldidan o'tib qolganlarda xurmoni bunaqa qilib eksangiz qanday bo'ladi? Endi bo'ldi o'shada ekaman deb Payg'ambar alayhisalom xurmo ekish haqida unchalik mutaxassis bo'lmagan, dehqonchalik. Dehqonligini qilish kerak edi. Ilm nimasida? To'g'rimi? Payg'ambar alayhisalomni bilyapti bu dehqon deb Payg'ambar alayhisalom aytganda eksa qurib qolgan. Ey Rasululloh, siz aytganda ekdim qurib qoldi. Desa Payg'ambar alayhisalom sizlar mendan ko'ra dunyo ishini yaxshi biluvchilarsizlar deganlar. Dunyo ishini rivojlantirish uchun, fizik, ximiya uchun kelmaganlar Payg'ambar alayhisalom. Dinni yekizish uchun kelganlar. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.